Assalomu alaykum. Xorazm 24 informatsion dasturi yana efirda. 15-iyuldan ochiq budjet loyihasining ikkinchi mavsumi start oldi. Ta'kidlash lozim, ushbu loyihaning joriy yilgi birinchi mavsumida Xorazm viloyati bo'yicha fuqarolardan 1590 ta taklif kelib tushdi. Shundan 1347 tasi ovoz berish bosqichiga o'tkazildi va 114 ta loyiha g'olib deb topildi. G'olib loyihalarni amalga oshirish uchun fuqarolar tashabbusi jamg'armasi hisobidan 162,5 milliard so'm mablag' ajratildi. Loyihalarning asosiy qismi mahallalar infratuzilmasini yaxshilashga qaratilgan bo'lib, 79 ta mahallada 164,7 kilometr ichki yo'llarni ta'mirlash ishlariga 120,6 milliard so'm yo'naltirildi. Bu boradagi ishlar Qo'shko'pir tumani misolida tahlil qilinadi. Loyihalarni yo'nalishlar bo'yicha ko'rib chiqsak, 17 ta umumta'lim maktabi, 6 ta sog'liqni saqlash muassasasi va 2 ta boshqa ta'lim muassasasini ta'mirlash hamda jihozlash ishlari uchun mablag' ajratilgan. Qolgan loyihalar esa aholining dolzarb ijtimoiy ehtiyojlarini hal etishga xizmat qiladi. Bu natijalar ochiq byudjet mexanizmi orqali fuqarolarning tashabbuslari amalda qo'llab-quvvatlanayotganligi va mahalliy ahamiyatga ega masalalarni aholi ishtirokida hal etish tizimi tobora samarali ishlayotganligini ko'rsatadi. Tashabbusli byudjet loyihasi xalq farovonligi uchun muhim ahamiyat kasb etmoqda. E'tiborli tomoni, joriy yilning birinchi mavsumida 8 ta ko'chada 17 kilometrdan ortiqroq yo'llar asfaltlashtirilgan. Bu esa o'z navbatida aholi vakillarini mana shu yo'llar bilan bog'liq muammolarni ijobiy yechimiga sabab bo'lmoqda. Bu ko'chalar oldin chang, loy, qishda qiynalib, yozda changga bulanib bolalarimiz yurardi. O'zimiz ham to'y ma'rakalarga borishga qiynalardik. Davlatimizning mana shunday bir tashabbusi loyihasida xalqimizning og'izbirligi bilan YouTube ko'chalarimiz chiroyli bo'ldi, asfalt bo'ldi. Xalqimiz minnatdor. Bolalarimiz, farzandlarimiz, nevaramiz maktabga, bog'chalarga yaxshi chiroyli bo'lib borib keladi. Kelajakda bizda boshqa loyihalar ham tashabbuslari, masalan, bog'cha, maktablarni, boshqa qurilish ishlarini, ariqlarni betonlashtirish, suv nasoslar qo'yish loyihalarini ishtirokini qilish niyatidamiz. Yo'l hudud taraqqiyotining muhim ko'rsatkichlaridan biri. Ayniqsa mahallalardagi ichki ko'chalarning holati aholining kundalik hayoti, transport harakati va xavfsizlikka bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu nuqtai nazardan tashabbusli byudjet loyihasi mahalliy muammolarni aholi fikri asosida hal etishning samarali mexanizmiga aylanmoqda. Qo'shko'pir tumanida tashabbusli byudjet jarayonining birinchi mavsumi doirasida jami 47 ta mahallada 95 ta takliflar ilgari surilgan bo'lib, shundan tuman hokimligi qoshida tashkil qilingan ishchi guruh tomonidan 75 ta loyiha ovoz berish jarayoniga o'tkazilgan. Ushbu loyihalarga tumanimiz aholisi tomonidan 146 ming ta ovozlar berilgan bo'lib, bu qariyb tumanimiz aholisining 77% tashabbusli byudjet jarayonining birinchi mavsumida faol qatnashganligini ko'rsatadi. 8 ta g'olib bo'lgan loyihalarga fuqarolar tashabbusi jamg'armasidan 13,2 milliard so'm mablag' ajratildi. Bundan tashqari bitta taklif deputat tanlov asosida g'olib deb topilib, ushbu taklifga respublika byudjetidan tumanimiz byudjetiga 1,6 milliard so'm mablag' ajratildi. Bugungi kunda 9 ta loyihadan 5 tasida qurilish ta'minlash ishlari yakunlanib, qolgan 4 tasida qurilish ta'minlash ishlari davom etmoqda. Bu loyihalar aynan fuqarolarning tashabbusi va faol ishtiroki natijasida amalga oshirildi. Ya'ni qaysi hududda qaysi muammo birinchi navbatda hal etilishi kerakligini aholining o'zi belgiladi. Ko'chalarimiz asfalt bo'ldi, obodon bo'ldi, yaxshi, hamma qulayliklarga ega bo'ldi. Bu loyiha bu yerda yashab turgan hammasini birlashtirdi. Eng muhimi, mazkur loyihalarni aholi taklif qiladi, aholi ovoz beradi, davlat moliyalashtiradi, tamoyilning amaldagi natijasini namoyon etdi. Bu esa fuqarolarning mahallalar rivojidagi mas'uliyati va ijtimoiy faolligini yanada oshirishga xizmat qilmoqda. Yoshlik mahallamizda 5 kilometrdan ziyod yo'llarimiz asfalt bo'ldi. Xalqimiz ko'ngildan shod, aholimiz loydan, changdan qiynalib yuradi. Endi hozir shu asfalt bo'lgandan beri tekiz, ravon. Mart oyida o'pim byudjet boshlandi. Shunda xalqimiz birlashib, salkam 13 ming ovoz bilan bu o'pim byudjetni o'tib oldik. Yo'llarimiz hamma yeri asfalt bo'ldi. Xalqimiz quvonchi juda katta. Prezidentimizga katta rahmat. Shu o'pim byudjetni tashkil qilgani uchun. Yo'llar bugun shunchaki asfaltlanayotgan ko'chalar emas, ular mahalla ahlining birdamlik ovozi, tashabbusi va faolligi samarasidir. Tashabbusli byudjet loyihasi fuqarolarning fikri haqiqatdan ham hudud taqdirini o'zgartira olishini yana bir bora isbotladi.